Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qorniqobman. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda anime bosslarini Minecraft bosslari bilan urushtirib ko'ramiz. Qani kim kuchliroq, animemi yoki Minecraft? Sizlar buni hozir bilib olasizlar, keyin esa izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Qaysi anime qahramonini tanidingiz va qaysi boss sizga tanish? Sizga qaysi biri yoqadi? Va biz videoni boshladik. Qanaqa bosslar qo'shib bergan ekan? Bular kim endi? Freeze, Bills, Gojo, Elmite, Saitaman, Marin. Endi esa birinchi bossimiz albatta uchishni ko'zi ko'r bo'lgan, lekin juda ham zo'r bo'lgan Warden. Kutib oling. Kim endi? Goku ekan bu. Ringning chap burchagida o'zi o'ngmi chapmi короче sariq ko'ylakda bo'lgan Goku va o'ng burchagida ko'k kiyimli Warden. Qani solishlaring, bosslaring. Voy Sigma. Sen urdanovi. Tak sal oshirib yubordim. Endi buni yo'q qolish kerak. Menimcha bular ringga qo'yib qo'yish kerak, a? Kuchukcha. Play cheese, bla bla bla, bla 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 bla. Warden bilan dushmanim qabul qilmayapti, g'alati. Warden uni boss deb qabul qilmayapti-ku. Warden o'zi boss deb qabul qilmayapti, вообще-то. Chota Warden, chota yoqmayapti Warden. Biz ikkalasini alohida qoldiramiz, a? Mana struktura ishlataman-da Warden ikkalasini bir joyga qarashga. Goku'ni men endi qanday kuchliligini bilmayman. Kim tanidi shu anime qahramonini Goku'ni? Qaysi animedan Goku? Sizlarga savolan, obunachilar. Qaysi qahramon, qaysiga xos qo'ygan qahramon, qaysi animedan? Hamma qahramonlar qaysi animedan degan topinglar, obunachilar. Topganga o'zim like bosaman. Sizningcha u qaysi animedan va qaysi anime kuchliroq? Agar hozir ham urushmasa, bilmem boshqa bosslar bilan urushib ko'raman. Oxirida endi Dragon bilan urushtirmoqchi edim. Agar ular dushman deb hisoblamasa, Minecraft bosslarini bir-biriga qarshi urushtiraman. Animelar jangi bo'ladi. Goku ham yomon kuchli Goku ham. Voy bilet yana o'ynashdan chiqib ketdilar la'nati. Ringning bu burchagida ko'k kiyimli va Patsanjon Warden. Bu burchagida esa sap-sariq kiyimda Goku. Urman onu seni uryapti. Boshlandi. Urdi, soldi, davay. Bu qo'lga solyapti. Tak, hisoblasha Goku, senga ishonaman. Qo'y. To'da men tushmay qoldim. Nima bo'ldi? Sizlar mana ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlar nima bo'lganini? Ular tursak, buni yopishib ketar ekan bir-biriga. Boshqa. Nima bo'lgan? Men hozir kallam chitamay qoldi nima bo'lgan? Tak so'rayapti, uryapti. Sizlar jangga qaranglar. Yana. Betko't. Ur. Bus. Nima uryapti? Demak, solishyapti. Sol Goku. Barakalla Goku. Endi qo'ya Warden ko'p tashaganchi. Qani Goku bu jon
Bunisiga ko'tariladi. Sollari hamma yo'q qil Gokuni. Yaramasdi, yo'q qil Goku yaramasdi. Tez Minecraft senga ishonaman Minecraft. Yo'q qil yaramas Gokuni. Shuncha vardi yo'qib ketdi bechara Gokuga. Sen ham zo'r. Bo'lyapti. Kim yutyapti? So'linglar vardilar. Minecraft sila, Minecraft yengadi bu o'yinni. Yo, yortashyapti-ku. Ur Gokuni hammang. Patsanjonni yo'q qil yaramas Patsanjonni. Buz basharasini Minecraft senga ishonaman. Buni animelarim yoqadi-yu barram va so'linglar vardilar, senlar kuchlisanlar. O'ynayman. Qaysi birini o'chirding? Yo, Goku kuchaydi. Goku kuchayib ketdi. Goku o'zini kuchli ko'taryapti. Jonini tiklayapti Goku kuchayib. Kim yutadi? Shuncha vardi yoki Goku. Shunday bitta sariq toshmas qachirab. Sen nima qilib qoldi? Qo'rqibsanmi Gokudan? Gokudan hammasi qo'rqyapti, so'lyapti, Goku soplashyapti. Goku yo'ryapti shekilli. Goku yutyapti. U bilan Goku yo'ryapti. Vardachalar yig'latmashyapti Goku kuchi bilan. Kim yutadi? Goku 20 talar varga to'tashadim. Voy, solishyapti, yomon solyapti Goku. Nihoyat maronga jon kirdi borku. Goku. Minecraft sila. Minecraft yashash o'rgatadi. Bla. Uringlar. Ur Gokuni. Yeng Gokuni. Yo'q qil Gokuni. Nima? Nechta varding? 16 ta vardingga qarshi bitta Goku yengibdi. Yapti asaliq bermaydi ya Goku, to'g'rimi? Kurash mana tiritdi. Bo'l soladi endi Gokuni. Hastigma. O'ldi xullas Goku kuchliroq ekan vardellarda. Endi kill qilishimiz kerak. Kill chucha. O'ldi. Bu jayning g'olibi Goku bo'ldi. 16 ta vardeni Goku o'ldira oldi. Demak, Goku kuchliroq. Vardendan ko'ra Goku kuchli va g'olib. Bills biz Varden. Urmana oni debman men senga mana Bills degani sol. Mana mushukchani sol, mana mushukni. To'g'risi bu mushuk tanimadim lekin. Bo'ldi boshladi. Varden boshladi. Solyapti. Bills basharasini Bills yor basharasini Gokuning yengolmadilaring. Qo'rqoqlar, men sizlarga shuncha sharoit yaratib berdim. Dahshat qilib berdim. Do'd. Shunaqa hamsan sen qali. Bills. Bunisiga qaraqasan. Minecraft sila yor basharasini endi Billslarda hozir asaram qo'yay, lekin bunisini tanimadim. Mana shu mushukvoy tanimam, lekin mushukboshdi Billsni. Birinchi marta ko'rib turibman Billsni, lekin obunachilar. Lekin birinchi marta Billsni. Ataka boshlab tashlabdi bular. Yo'q, kimdir o'ldi. Bitta vardan o'ldi Bills. Nolaki obunachilar, men Bills deganni birinchi marta eshitaman. Gokuni ko'rganman. Qaysi animedaligini aytdim. Chunki o'zlaring topinglar qaysi animedaligini. Kim topsa, hamma animelarda kim topsa, mana shu hozir hamma qo'yib chiqqan bosslarni qaysi animedaligini kim topsa, o'shanga o'zim like bosaman shaxsan. Birinchisi Goku, mayli, birinchisini aytaman, o'zim bilaman. Dragon Fire Ball degan animedan. Birinchisi. Agarcha modni qidirayotgan bo'lsanglar, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman modni. Ustarafga qilib mazza qilishni bo'ladi. Yomon tashlashyapti lekin Bilsa. Qol Bills. Yana bitta vardi noldi. Bu Bills deganlari kuchli ekan. Yarim joni qolgandan keyin hammasi o'zgaradi, kuchliroq bo'ladi. To'tali tayyorni deb qo'yaylik.
Davay solyapti. Davay. Bizlar buz tasha basharasini. Nima bilab. Buz davay animechilar qani like bosinglar. Qani animechilar like bos tashinglar animechilar. Qani sizlar uchun animechli video chiqaryapman-ku. Like bos tashinglar, likelar soni qanchalik? O'zi ham solishyapti ekan hozir. Bular shuncha vardim qo'yib tasham. O'zlaringchi. Mana. Men. Ya mana solishyapti. Biz yarim jo'ndan ekan. Biz yutqazadimi? Qanchaga vardi qo'yib tasham. Qaz yaramas biz. Mana jo'ni tiklayapti bu yaramas. Solila vardilar. Axir o'yinchini bitta o'ldirasizlar-ku. Nima bizga aqllarini yetganmi? Gokuning yengish aqliga emas ekan vardinda, lekin Goku 1-2 ur basharasini buzib qo'ydi. Goku 2 urib, ular basharasini buzdi. Ursangchi yaramas. Men ham sizlarga yordam berib turaman. Bills yaramas, o'l. Lekin bu Bills degani tanimam, qaysi animedan obunachilar bu Bills degani. Qaysi anime bu? Taxminan Mushuk panjasi degan animedan unaqa anime yo'q-ku. Yoki bormi? Biz bilmayman qaysi animedan. Yordamlashaman vardinchalarim. Buni yaramas, sol. Bo'l haqqoni ketsin. Yaramas. Ye vardinimni buzdimi? Sen nima haqqing bor meni vardinimni buzishga? Nima haqqing bor meni vardinimni buzishga? O'z dabdalang chiqartishim. O'z abjag'ing chiqaraman. O'z basharang tutishim. O'z abjag'ing chiqaraman. O'z mabjag'ing. Yutdi. Nima qilamiz? Yutib qo'ydi. Qarrosh pishakbosh, nechtasini yutding? 18 ta vardinga qarshi bir o'z chiqdi, bile. Toto. Sinab ko'ramiz, toteller. Har doim oxirgi ish menga qolib ketadi. Shield qo'ydim. Qilich oldim. Chilchan oldim, kalkan oldim. Motes. Buyoqqa qilinganki. Sakrashingga yo'g'im buyoqqa. Buyoqqa 3. Ha 3. Qanisan yaramas. Buyoqqa mama. Vo. Buni basharamiz qo'yku. Mod. Bilet en sem yaramas. Kreativ rejimga to'g'ri tezroq. Bu yaramas Bills degani yomon kuchli narsa ekan. Yaramas, voy dolli. Mana kiyib olaylik. Mana kerak emas bular endi. Ikkinchi urishman. To'xunga o'tiribdilar beshak. Kuchli ekan bu. Kuchli bo'lar ekan anime do'stlari. Gojoni keyinroq qo'yib qo'yamiz. Goku urushdi. Frieza hali urushmadi. White Beard urushmadi. Marin urushmadi. Saitama urushmadi. Bills urushdi, yutdi. All Might urushmadi hali. Gojoning gali keldi. Bedrock topamiz. Gojo qaysi animeda? Menimcha ko'pchilik bilsa kerak Gojoni. Kill kuchukcha. Ular nima buyon kuchi ekan, to'xtanglar-da. Bilet qo'yib yubordim. Makam tiqillar. Bular solishyapti-ku. Bilet muncha osmongacha soldilar. Lekin bu qachondan qaysi animedan bu? Bilet muncha uchib ketdi bular. Bular uchish temalar ekan. Sopqalchi bilsa. Bilet yana qancha. Bilet benim so'rashib ketdim bular. Bu kuchaygan ko'rishim kerak, kuchagan variantini.
Kir kuchukcha. Bu siyoh rang bo'lib qolar ekan to'yda. Shunda bu siyoh rang kalla ekan. Endi esa hamma yaxshi ko'rgan animelardan bittasi. Gojo. Gojo juda ham zo'r anime Gojo. Bilan Gojoni ko'pchilik tanisa kerak. Gojoga patarka. Solisa boshqa kuchi bilan. Oqpatak bosh. Solila vardilla oqpatak bosh yaramas oqpatak kallani. Necha vardillar yutib tashlaydi. Qorala qancha vardil qo'ydi. Malaikat qo'yib turishyapti. Ha, battar bu Gojo. Bossinglar Gojoni yaramasdi. Uringlar, solinglar. Yordam berib turaman, Qani Gojo? Xuddi men ham so'tash o'rgan. Ha, bo'ldi. Davay, solinglar. Qarorchi bujoq uzoq davom etadi. Bunga o'xshash uchun men sizlarga kichikroq joyga beraman. Mana Gojo bo'lardi. Zaynab bunisini ur. Bu Gojoni ur. Bu qoldi bu. Buni o'zim yapasam. Kim qo'raylik birinchi bittagina vardi men ursina. Kim kuchukcha. Bu nechta vardan qo'ydim o'zim? 9 ta vardan qo'ygan ekanman. Keyin sanaymiz. Bitta Gojo 20 bitta qo'yibdi. 20. Uy bulut, to'xshat qilib qo'ygan ekanman. Bitta vardan. Solis seni urdi shu. Bu Gojon burra Gojosi stop tashlaydi. Gojo qaysi animedan kim biladi? Ya bil urolmayapti-ku bu. Gojo juda ham kuchli ekan. Bir. Mana Gojo qo'yib tashlab hamma joy Gojo bo'lib ketdi-ku. Kill kuchukcha. Bila bitta ko'p qo'yib yuboribman. Kill kuchukcha. Endi Gojo o'z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bitta vardi. Biz Gojo. Aja davom etadi bu jang. Unga sizlar like bosib, kommentariy yozib va sizlar hattoki obuna bo'lishga ulgurasizlar. To'g'rimi obunachilar? Obuna bo'lish qiyin emas, to'g'rimi? Meni so'rashib turaydi. Men esa buni survival tepadan kuzatib qani vardilar yopishadimi? Menga nima qildilar? Men Gojoga ishonib survival o'tdim. Qara Gojo, senga ishondim, ha? Survival o'tiradi. Gojo bor, Gojo. Survival o'tiradicha Gojoga ishonamiz. Qani Gojoga. Kreativ o'tolay game mode. Bari Gojo men yutadi. Men yutqash ehtimoli ham bor, biladi. Bu qani jon qildira. Romlik bu. Men Gojoni basharasini turay. Mana shuni ochib olamiz-da. Sen g'irromlik qilganing uchun yaramas Gojo. Bu Gojo g'irromlik jon to'ldirib o'qqa g'irromlik bu. Jon to'ldirish faqat menga mumkin. Bu yaramas qani endi. Mana qochib urishar ekan. O'zim. Nima maktabim desam, ishonmanglar. Bu Gojoning o'zining maktabi bor-da, solish Gojo. So'sa yordamlashib turaman Gojo. Yelkadosh bo'lib turaman men senga, yelkadosh. Bu yelkadosh bo'lishimga zo'r emasga o'xshaydi bu. O'ldimi? Halab tiriga. Yelkadosh bo'lishimga zo'r emas shekilli bu. Qaylar bilasizlarmi? 20 ta 30 ta varda qo'yib tashlayman birinchidan.
Gojo juda anime qahramonlar juda ham kuchli ekan. Bular pastga qoladi, bitta Vardenni o'ldiraman, yarimta joni qoladi deydilar. U juda ham kuchli ekan bular. 3 ta zarbada bitta golem ketdi, Varden ketyapti. Kaminda tonggacha suratlaringga qarab. Ikki obunachilar men Kaminya 6. Xolos kamin qo'shig'ini eshitdim, bor obunachilar. O'zim ko'rgan deb ketdim. Sizlar ham eshitdilar, kimni ko'rgan deb o'rdilar, eshitib. Bile Gojo yutqazab. Minecraft bir anime 2 bo'lib qoladi hozir. Bile Gojon joni juda sekin olyapti-ku. Mo'min qarli 20 marta turib 1 marta Gojon jonini olyapti. Gojo esa bularni azabini tortyapti. Yaramas Gojo, yarimtaga joni qoldi. Davay. Vardilar solinglar, men sizlarga ishonaman. Gojoni yoqib tashlaysizlar. Gojo qani texnik kuchini ishlatyapti, qani chota bu bola ne to? Uniktasini o'ldiribdi. Ancha bor Gojo desa kam jon bor. Chunki men 20 ta qo'ydim. Yana bittasi minus. 5 tasi. 15 tasi, yana 5 tagida qoldi. Gojoning joni juda kam qoldi, Minecraft mencha 1 ochko. Lekin bu prosta eksperiment, lekin bir marta Gojo yutdi-ku. Lekin bir marta Gojo baribir bir marta yutdi Gojo. Gojo yutqazdi. Manchagan joni qoldi Gojoni. Jemot kill kuchukcha to'g'ri qilib qo'raman. O'n 8 ta bo'lgan ekan. Gojo unchalik kuchli emas ekan. Ikki obunachilar nima deydi? Nima Gojo yutdi. Bittasiga bir o'zi qarshi qolar ekan. Bittasi go'shtiradi obunachilar. Yugur, ur uni. Kim kuchli bo'lsa bor. Bir jangda Gojo yengolar ekanda, Vardenlardi. Lekin Goku kuchliroq. Goku 7tami, 18tamisini o'ldira oldi Vardenni. Bo'ldi, Friz yutdi. Urib turaman men shuni. Yomon sekin joni ketar ekan bu. Avtomat modini qo'shib qo'yish kerak, avtomat modini. Yaskin chaqiradi buni. Gidib kuchukcha qaysi animedagi bolalar tandilaring? Friz yutdi. White beard. Bir baloybat. What? Buni kattaligin qaranglar buni. Bu bitta vardi bunga jalka. Qishatga qo'yib tashlaydi. Qurol kattaligin qaranglar buni. Urushni qaranglar, qurolni qaranglar, bilet. Vardal yopishib ketdi bunga. Ideya bor. Endi Varden apokalips bo'lib ketdi hamma joy. Endi obunachilar hamma joyi Varden apokalips bo'lib ketadi mana. Ko'ryapsizlar, soptashyaptim bratishkam. O'zim bratishkam. Vardenchalarga o'rdan beraman. Yaramas vaqtga baloybat. Bu qaysi animedan obunachilar? Bu qaysi animedan bu bratishkamizni? Brandga. Qaysi anime bu? O'zim aytayim, yo'qsa topdilar. Men o'zim aytaman. Bir ikkita animeni bilmayman. Masalan, qaranglar, mana bu Blitz animesini bilmadim. Gojo'ning animesini bilaman. Friz animesini bilmadim. Mana shu ikkalasini Blitz bilan Friz animesini bilmadim. Bilganlar kommentariyaga yozib qoldirsin. Bu esa One Piece animesidan bu. Oq mo'ylov komandasining boshlig'i bu. One Piece animesidan bu. One Piece bu. One Piece animesini qayerdan bilaman? Chunki oz-boz bilaman One Piece haqida.
Buni mog'ir. Qala, bu narsani qanchalik ko'p jonivor odamni o'ldirsak, bu narsa shunchalik ko'pina qoladi. Goku, Bills. Ularni uchalasini qo'yib, to'rtalasini qo'yib. Qala endi. Kill kuchukcha qilsam. Yommayo. Voy böyle kamoja skal bo'lib ketdi, короче. Marin. Bu qaysi animedan bo'ldi? Shunaqa Marin degan anime ham bor. Ochib biror narsa olarmikan? Xuddi o'yinchiga o'xshaydi. Bitta bor deganmi? Ikkita ayol bittasini o'ldirishga menga sal qoldi. Qanaqa anime bu Marin? Vardeni kuchaytar ekan bu narsaga. Bu qanaqa anime bu Marin? Kill qo'ramiz a? Kuchukcha qanaqa lekin anime bu tushunmadim. Marin degan anime yo'q-da. Marin degan qahramonni. Kalkallikni Saitama Sol. Saitamanni bos, bir zarbli odamni bos. Bu kalboshga hech narsa ta'sir qilmaydi kalboshga. Ichidan pishgan kalbosh biz vardi. What kalbosh jo'ney. Saitaman g'olib. Almayt. Biz vardi. Sol. Sen urdi shu. Men urdi. Urdi deb o'ylabdi, lekin men urdim. Yig'i betlar olib ketdi-ku. Apokalips bo'lib ketdi-ku. Katta quyon bosh. Biz vardi. Kill. Kuchukcha. Endi obunachilar uchadiganlar jangi bo'ladi. Chunki bizda hozir albatta siz adashmadingiz. Bu hozir Vizer biz uchadigan anime bosslari bo'ladi. Bizga ko'rincha Soulsent va qo'q kerak bo'ladi, hazillashib, monasi kerak bo'ladi. Eng qiziq qurishisidan hali. Sportlaydi hamma joy. Bills qo'yib o'raylik. Qani Bills kelasi. Urushadiganlar solishyapti-ku, uchadiganlar. Bu Bills urashchi bo'lmayapti-ku buni. Mana menga tashabbus bu Vizer bilan Bills. Nima Bill? Короче, bu jangni ochishda ko'ra olmaymiz o'g'lachalar biz. Juda ham qarantib ketib. Tippani olib qo'yaymi endi men. Sizga ko'rsatma lekin bu joy. Mana o'g'lachalar Vizer yaratdim va endi yana bitta bo'lib turamiz. Goku. Bilmem o uçtu bilar ekan. Haqqini Gokujon. Bitta yarim jonni qoldirdimi? Bunga yangi kuch ham qo'shibdi. Obunachilar Vizerni endi o'ldirmoqchi bo'lsalar, unga yangi kuch qo'shilgan. Ya'ni o'g'alarini paydo qilish sehr qo'shilgan unga. Bile hamma joy yo'q chiqish kerak-ku bedroklab. Bo'lmasa do'stlarimiz chiqib ketadi-ku hammasi. Birontasi chiqib ketishini olaman men.
chiqmasin birontasi ham. Bo'lmaydi. Goku g'olib. Gojo. Avni qarayapsan menga. Men qilmayapman hech narsa. Qizil Gojo kuchlimi yoki Vizir? Bilet, bu jangga bu videoni 3 qism qilamizmi deyman menimcha, chunki birinchidan 30 minut bo'lib ketdi video. Lekin undan ham zo'r ideya bor. Biz bilan yasash keyin vaqtimiz ketyapti-ku. Bundan ko'ra sizlar qaramay turinglar. Qaromatchilar Gojo uchun Vizir. Bitta tuxum, ikkita tuxum, uchta tuxum, to'rtta tuxum, beshta, oltita. 1 2 bilet, ikkinchisi dahshat ko'p moblar. Freeze. White Freezer. Hamma bosslar. Saitama, Mari, All Might. Leslar bizga qarshi kurashlarni yaramaslar. Qo'yda bilan vizir bilan solishmay qoldi. Hali oshirib yubordim u. Bittasi vizirni o'ldirdi. Goju'mi, Goku'mi, Saitama'mi, qarorchi bittasi vizirni solish. Ular bitta katta so'ra sol ketyapti-yu. Animechilar biz bolalar sol. Mana ikkita go'shtoqdan hali solishib o'tirgan. Oh, vizirni rolmay o'tirib chakra olmay bilyapti. Saitamalar solyapti. O hep uçtu bilmez ekan men Saitamani. Rolmayapti. Pastga tushlar qo'rqib. Saitama kurlan bir sakrab yarimta jonini qo'y. Saitama ham kuchli, Saitama ham yomon, Saitama ham. Hozir ikkinchi raund tugadi. Mayli, animechilar, anime bosslari yutdi ikkinchi raundni ham. Uchinchi raundga hamma tuxumlarni qo'limga olay. Uchinchisi siz kutgan final stage. Siz kutgan final. End. Uzr narsalar qo'ydi. Siz kutgan final stage, ya'ni Ender Dragon. Vas. To'g'ri xato qilib qo'yibman. Qara, o'rtasiga o'tirib olib 1 2 3, chekkaga o'tib 1 2 3, bu tomoniga bunday qilib 1 2 3, 1 2 3. Uzoq kutilgan vaqtlar yetib keldi. O'shalar qirib tashyapti-ku animechilar, anime bosslari. O'yinchilar sizlarni bitta o'ldiradi agar xalq o'ylab bo'lmasa va biz hamma kutganlarga sakrayapmiz. Yarim yo'q qutini ichida spawn qildi meni. Mana bunachilar Ender kallavaram. 2 3 4 5 6 7 8. Bir-birini solishyapti-ku. Urlinglar, mana ajda sizlarga qo'yib beryapman. Birga bo'lsa ajda hujum qilmas ekan. Kim kuchukcha? Yana men hozir qo'shtirib qo'yib chiqishim kerak. Tirilgandan keyin qaytaman. Bu tirilishni qaranglar-da, bu turishini. Lekin anime bosslar yorib tashyapti cho'ta. Tepaga. Tepaga. Yaram. Wow. Birinchi bossimiz chalakachok. Biz Ender Dragon.
chala qochoqni o'ldiraveraymikan. Bu uchishni bilmaydi-da. Bundan sonra frizni ko'rayin-da, bu joni yo'q qolsin-da buni. Uch osmonga friz. Bular bir-birini 800 metr uzoqdan sezar ekan bu ikkalasi. Markeylar. Ujang Gojovis Ender Dragon bo'la qolsin. Kill kuchukcha chunki ular urushmayapti-da, cho'ta. Bunday. Vashim urushmasa ekan obunachilar, agar hamma anime bosslar bitta bo'lsa, bir-birlari bilan solishar ekan. Ender Dragon endi yo'qolsin. Hamma kutgan yulduzli yollar Goku, Ender Dragon. Nima qimirlamayapti bu? Endi Dragon bilan urish kerak ana. Ko'shapalak tez uchib qolsa mana yugurib ketib qoladi. Bu dushman qidiryapti. Bora naqqa. Chupra degan normalsini qo'yayim men. Marin uchishni bilmay, Freeze uchishni. Bills uchishni biladi-ku, 3 osmonga solan Ender Dragon. Ender Dragonga hujum qil. Qistromisam shetda. Короче, Bills. Ko'rshapalak tez uchib kelsa ekan, ko'rshapalak tezroq uchib kel. Masalan, ko'rshapalak tezroq uchib kelsa ekan. Hech qayerga ketma faqat. Oz keladi. Dushmaning. Kelyapti. Qimirlama, qimir etma. Ya bu titrayapti. Böyle sonrası boşlandı. Ya böyle Bills saçım olmayap bizden kula beripti-ku Bills. Ha, uçuşunu qaranglar buni. Bills boss uni Bills. Urolsa katta gap urolsa. Obunachilar xullas men ko'rishinglar mumkin. Minecraft 3-chi raundda Minecraft g'olib bo'ldi va anime yutqazdi. Birinchi va ikkinchi raundlarda anime qahramonlari yutdi. O'zinglar ko'rishinglar mumkinki, Bills man Dragonni hatto ura olmayapti. Oldiga ham kela olmayapti. Saytamani ura oladimi yoki Saytamani ura olmasa kerak buni. Chunki Bills juda ham kuchli. Saytama juda ham kuchli bo'lib turib, Ender Dragon juda ham qudratli. Yo'qol kalbosh. Bitta Gojoni qo'ygan taqdirimda ham Ender Dragon uni urib ketsa, hozir birinchi keyin gaplashamiz. Ender Dragon urdi, Gojoni asabi buzilib, sakrab solishyapti. Bo'ldi. Video tugadi. Obunachilar, bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqanmasa videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Va siz qaysi anime qahramonlarini tanidingiz va qaysilarini tanimadingiz, shuni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr, sizlar bilan men Qorniqob bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.